Endi noldan bilmaganlar uchun boshlab qo'yaylik. Shu yerda tug'ilgansiz Toshkent shahrida. 1975-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Xoydoda yashaganman. Qanaqa oilada? Otam rahmatli заслуженный injener Sovetskiy Soyuzi. Gaz sohasida, gaz loyiha sohasida proyektorovщик bo'lganlar. Proyekt muxtaxas. Srednazniy Giprogaz, O'zgiprogaz, O'zgaz loyiha keyinchalik aytilgan. O'sha yerda 30 yilcha direktor bo'lib ishlaganlar. Keyin pensiyaga chiqqanlar. Onam uy bekasi bo'lganlar. Oz muhlatda yoshliklarda ishlaganlar. Endi bitta Orzu fabrikasi o'tda ham sotib olganman. Men onam ishlaganliklari uchun sotib olganman. Keyin uni производство qilganman. O'sha fabrikalar o'lib bo'lgan edi bu yerda. O'sha yerda yoshliklarda ishlaganlar. Shu oddiy oilada ko'p 7 ta ukamiz, 6 ta o'g'il, bitta qiz. Radnoy bitta opamiz borlar. 5 ta akam borlar. Bittalari rahmatli bo'ldilar. 2 yil oldin shu kasallik tufayli voqli jonlari uzildi. 4 ta akam bor. Men eng kichkinasiman. Eng kichkina farzandimiz. Eng kichkina farzandman. Eng katta akam bilan meni farqim 16 yosh. Katta akam katta yoshlari bo'lib qoldilar. Endi 60 tani oshdilar. Men eng kichkinasi bo'lib katta bo'lganman. Akalarim hammasi medalist, yaxshi o'qigan olim ma'lumotli. Men ularning soyasida o'qiganman. O'qituvchilarni o'qil baribir yaxshi o'qiysan xudo xolasa, haligi akalaring zo'r o'qigan hammasi deb o'shalarning soyasida nima qilgan o'qiganman. Yo o'rta, men endi men zo'r o'qiganman deb aytolmayman. O'rta o'qiganman. Bir xil fanlardan kuchli bo'lganman, bir xil fanlardan slaviy bo'lganman shu. Ya'ni kambag'al oiladan emassiz. Yo'q.